Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'chma do'kon xaridorlari. Bugun biz Xorazm viloyatini Xonqa shaharchasidamiz. 8 ga 3 razmerdagi do'konimizni ortib, jo'nashini videosini tashlagandim. Mana hozir xudo xohlasa bitay deb qoldi. Birma-bir kачествосini aytib o'tamiz. Ramamiz o'sha baquvvat 1.8 profildan bu yaxshi sifatli fasonda eng qimmat eng sifatlisidan bu. Xo'p, ramamiz o'sha baquvvatidan 1.8 8 ga 8 profildan suyagi, polimiz 8 ga 4 profildan 55 santimetrdan laga berilgan, hech qanaqa tirgagichi yo'q. Polimiz har doimgidek shpuntavoy rossiyskiy 2,5 li taxtadan bo'lgan, juda ham baquvvat, mustahkam. Devorimiz o'sha laminatimiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana 1.8 li deyiladi, почти 2 santimetrli laminatni devorga отделка qilamiz. Utepleniyamiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Stiklovatda mana o'zini folgasidan zich qilib qurilgan, issiq sovuqni xudo xohlasa saqlab beradi. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Oynalarni hozir olib kelamiz. Buni ham bitgan holatini ham отдельно video obzor qilamiz. Rangli yodviy shishadan qo'yamiz. Bu do'konimiz 2 xonali bo'ladi. Hozir mana bu o'rtasidan bitta перегородка qilamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunda eshigimiz ikkita bo'lyapti. Kassavoyi ham, eshigi ham hamma narsasi. Buni o'rtasidan перегородка qilib, xonani 2 ga bo'lib beramiz. Yarimi sartaroshxona bo'ladi. Bu yarimi bo'lsa oziq-ovqat do'koni bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bitgan videolarni ham ko'ringizlar. Like, podpiska, nomer pastda. Sog' bo'lingizlar, omon bo'linglar.